bitta gap gapiraman, ma'nosini tushunishga harakat qilib ko'ring-da. Trenirovkani juda kuchayib ketish uchun qilish shart emas. Lekin haddan tashqari kuchsiz bo'lib qolmaslik uchun qilish shart. Juda kuchayib ketish insonni baxtli qilmasligi mumkin, lekin haddan tashqari kuchsiz bo'lib qolish realni insonni baxtsiz qiladi. Bu kuchdan qolgan shuni bo'ldi. Takji boylikka bo'lgan mehr bor-ku, haddan tashqari boy bo'lib ketish uchun kurashish shart emas. Lekin haddan tashqari kambag'al bo'lib qolmaslik uchun kurashish shart. Chunki boylik baxtli qilmasa ham, haddan tashqari kambag'allik insonni charchatib qo'yishi aniq, tinkasini quritishi aniq. Dalsha xulosa o'zingizlarda.